أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد bugünkü dersimiz Benun Nadir yani Medine'deki Yahudiler cemaatlerinin birisi. Bizim öyle bildiğimiz Yahudiler Hicaz'a yani Medine'ye ahirki peygamber çıkıp kalıdı müşterepten de ahirki peygamber çıkan çağda biz dəslab qilib iman etib, əgişib, qollab qo'llaydigan bo'lmaymiz deb bağın, asli ko'chib berishdi. Böyle saqlab turish jarayonida bular Madinada muqam aholisida yerlashib, Aws va Xazraj shular bilan birga yashab mangdi. Uning o'ttirda ba'zida ittifoqdoshlik to'xtam biri bu munda batdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam avatilgandan keyin, arablarda avatilgan bo'lgandan keyin ular chidamay, hasad qilib gerçi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hak peygamber ekanligini bilsinmi, bular Medine'ye kelgandan keyin bular sinib turib oldi. Hasadan min inde anfusihim. Nolki Rasulullah Medine'de İslam devletini qurgandan keyin Medine'deki Yahudilar bilan ahdinoma tuzishgan. Bir-birini qovdishdigan, sirtdan kelgan dushmanga o'rta taqobil turdigan. Ba'zi bir to'lam, ba'zi bir ishilda xuddi bir davlatning odamlaridek bunda birga bo'lib muomala qilishgan, shunda to'xtamlashgan bo'ldi. Mesela Beni Qurayza ahdisga xiloflik qilib, xiyonat qilganlik uchun o jazosini tortishdi, ama Xaybar shunda bo'ldi. Beni Qaynuqa shunda. Beni Nadirmo shunda ahdi paymonga xiloflik qilib, xiyonat qilib, jazosini yegan Yahudilar jamoatlarining birisi. Bunlar har birisining misli. Beni Nadir, Beni Qurayza bunlar misli birdan qo'rg'onlar bor. Bog' etizliklar bor Madina atrofida. Etiyende düşüp, etizlikli işler yoğun, keşte, kurğuna çıkıp, çıkın takaplam, şeyde, bekinip, yaşaydıgan kalın. Her birisinin mesela 7-800'den cansıları, belki cep toplasa 1000 adamı çıkışı mümkün. Uruşalaylar, ağını, ayalıp alacaklar. Yani bulam, azrak bir leşkerlikten olsa uruşalaylar. Cekrak koşun kep kalsa bulanmadıgan, Kuralyarak ticaret kıldıgan. Şimdi başkanına Arap'ını bir uruş kısalar, Kural'ın bazarını çıkarıp, ağzırında çoğun devletli kılatkındaki, enda kıldıgan hakam. Bana dersem şu Medine'deki Yahudilerin cemaatlerinin birisi olan Benun Nadir kabilesininki, yani Aymık'ınınki ve Akaliki. Min ayna akbalta ya Amr? Ya Amru. Şuna mı? Amru. Ey Amr. Qaysi tarafdan kelyapsa Amr bisha Amr ibn Umayya ad-Damri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki xos sahobalaridan birisi. Amr ibn Umayya ad-Damri. Bu mu palvon sahobalarning birisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xos vazifa topshirib ivatadigan. Masalan, Najashiyga ivatgan u deyman. Adir mushu sahaba Madinaning sirtida kelyapsa, yana bir sahaba uchrab, Amr nadin kelyapsa deb so'radi. وما ذلك الأمر الذي يتخالج بين عينيك Sizin iş gözünün o'ttirda tartışıp turayotgan o iş nima deydi? Yatahalaj yani yatanaza degan. Demak bu ko'zni qarab, ko'zning o'ttirdan zodi bir ishdan dilg'uldolab parishon bo'layotganligini his qildi. Yani ko'zingga qarasam, ko'zning o'ttirda tartishayotgan bir ish bordek turdi. Nima bu ish demakchi? La yukhayyalu ilayya ma shunda o'y kelib qilyotdi deydi. Annaka fa'alta azima. Sen cho'ng bir ishni sodir qilib qo'yganda tuyulyotdi menga. Yani sen bir chataq cho'ng ishdan birini qilib qo'yib, hozir nayte dekkuda parishon holat turayotgandek ko'rinsa, nima bu ish demakchi? Hozir Amr ibn Umayya degan sahaba Madinaning sirtidan kelyotdi. Medine'nin sırtında bir sahabe uçurab, şunu soradı. Ey Amr, ben sana bir narsani dekli perişan alıp ko'radim. Nima ish oldu? Sen bir cho'ng bir chataq chiqib qo'ygandek tursa, yani chiroyli chiqdi-da bu sahabaning. So'ragan sahabaning. Ya. U muhim emas mayda. Wa annaka tahmilu fi tayyati sadrika shay'an kabira. Sen ko'nglingning bulung puchqoqlarda, qatlamlarda, ya qaznaqlarda deylar. Çoğun bir işine mahfi tutib turayotganda ko'rinsa,
Tayya degan shu qatlamlari, qatliqning aralari deganda. Yawma natmis samaa ka tayyis sijil lil kutub. قال عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه فاتك الجاهلية وفارس الإسلام جاهليتك هل والله برسي فاتك ديgan har qanday birisini tutib jaylatalaydigan no'chi demiş. Maxfiy jaylab o'tiradigan har qanday. Batal degan ma'noda. Endi batal degan bakimda yaxshi ta'rifi va fatik degan shunda zarbidar yomon kishi degan bo'ldi. Va farisul islom mana islomningki sarkarda chavandozlardan birisi. Ma'lumda yaxshi ma'noda. Fatik degan yaxshi yomon kishi. Faris yanımızda chavandozlari, sarkardalari degandek. Ajal shunda laqad asabta ma fi nafsi wa lam tab'ud. Yani Amr ibn Umayya ad-Damri radhiyallohu anhu shu so'rgan sahabaga javob berib, shunda sen ko'nglimdagini dil topalding, asabta degan dil topding. Wa lam tab'ud, yoki wa lam tub'id desak bo'ladi. Sen jiroqlab ketmading, chetnab ketmay dil ko'nglimdagini topding. Wa lam tub'id, ya tab'udmi? Tab'ud ismi ba'd ya wa lam tub'id. أبعد النجعة نقول أن بجرق بكتة ولم تبعد صادفت في طريقي إلى المدينة غرة من رجلين من مدينة كلواتقان ولاندا kişinin g'aflatda ekanligini ko'rdim. Ya uxlayotgan yoki xiyoli paranglashib turgan masalan tamom g'aflat qilganda bunda bir holatda uchratdim. Bular min Bani Amir. Bu Bani Amir aymiqidan dedi. Bani Amir aymiqi deganmi? Cho'ng bir qabila bor. Yo'q, arablarning mushrik qabilalar. Bu Amr ibn Umayya ad-Damri radhiyallohu ta'ala anhu shu Bani Amir tarafdagi cho'ng qabila boshliqlaridan birisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shib kelib Rasululloh bilan kurashgan chog'da islomni tashviq qilsa, islomni qabul qilmagandek qilib, lekin sen unda tashviqotchini evasan. Men endi islomni qabul qilmaganim bilan mening qabilamdagilar qabul qildigan bo'lsa, qabul qilmaylar degandek qildi. Keyin ondan bizga o'sha islomni tushuntirgan odamni evasan, islomni o'tib qo'ysa deb taklif qilgan. Undan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 70 qarini yoshlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam madrasada o'qigan 70 qari degan gap o'sha Qur'onni ahkomlari bilan o'qiydigan, Qur'onni yodlab qo'ygan ahkomlari bilan o'rgangan o'sha olim 70 qarini o'sha Amr ibn Umayya ad-Damri shuning ichida bor. Buni bir nimaga qo'mondan qilib, ondan yana boshqa bilan to'plashib yig'ilgan chog'da qo'mondanlik Munzir yani bir sahabi bo'ldi. Bunga qadar san ma guruhning 5-sari qo'mondan qilib o'tdi. Bular 20 yil bo'lgan chog'da shu qabilda yana birisi buning yo'lini to'sab, nima qilgancha u qaytib ketdilar deb, asli taklif qilgan nimaga demaydi. Biz bo'lsa bizni rasmiy qo'llayapmiz yoki qo'llayapmizmiz qaytib ketdilar degan chog'da u adam o'lib ketib, o'g'li qolgan ekanda. O'g'li qolgan ekan, u elchi berib dadamizga bunda taklifni bergan, biz shunga asosan kelgan, Rasululloh bizni aytgan. Hamda hozir biz sizdan qashqa boraylik desak, ma yo'ldagi arabiylarning oldini to'sab zenga chiqmoqchi ekan. Agar bizni qo'llayolganda kapolat bersan, dadam shunga bergan. Endi hozir sen dadamning usuli hisob deb kapolat bersan, biz sizdan qashqa bordi. Bu biz qaytib ketmagan hisob kelaveramiz degan. Degan chog'da u Bani Amirdan yana birisi, bu shunning bir navbat tuqumdak, unda birisi Ra'al, Zakwan, Usayya, Bani Lahyan, Qara degandek to'bash aymoqlardan adamni kushkurtib, ma'lumda katta bizning dinimizni o'zgartirishga o'tiraylar deb adam to'plab, bundan buni qirib o'tgan. 70 ga qirib o'tib, Amr ibn Umayya ad-Damri shundan qilib qoldi. Chunki shu musulmonlar ziyonkashlik qilgan shu qabila boshlig'i uning onasining o'zini bir qul azod qilish bir kafarat bir ish bor ekan. Shu
Şununla müş əsrdən mi? Puluşka müş əsrdən mi? Bir qoşuq qınının keçib, bunun va çekistikə çeşini şüdütüb, buradan da bizim kapartiga bəgəndə bunu qoyub etken. Amr ibn Umayya Damri anda 70 qarının məsələn Resulullah'a xəbərini etken onun kadar Allah Taala Resulullah'ı tutup boğan. Yani Resulullah'a Allah'da oturup onun katlatılmalıqı şu Bi'r Ma'una Yevmur Raci' degan vaqalar şu. Resulullah'ın 30 bamdatda 30 gün yani bir ay bamdatda ula qarşı beddua qilib qunut duası o'qigan. Qaysi duo? Qunut. Yani aşına alaq qilgan, jazisini bagaysa deb qag'ib duo qilgan. Amr ibn Umayya Damri qaytib kelgandan keyin bunda bu tafsir jarayonida muqamina ularında bunun da qisasi var. Ulular Resulullah xandalatda uruşadı. Şunda tuğan çağda hem bu Amr ibn Umayya Damri aşağıda öz gözüyle ko'rganini bilsa. Yo'qkin Madina sirtida ketib qolsa, Bani Amirda ish keladi. Dushmanda 2 kishi uchrab qoldi. Uchrab qoldi bular palvon. Ikki emas, endi 7-8 odam bo'lib qolsa, to'g'ri o'tadi. Shunlar bu ishkelandan bunisiga toza xasta holatda turgan javob ekan, berib bilan o'ttirdi. 70 qarning qisasi ham bu urushar dushman. Yani ko'gayda o'ttirgan gap. Ahda paymon yo'q. O'ttirib bo'lgandan keyin da turib dil buldular. Bular Madina atrofida yaqin yo'llanmaydi. Bu Madina atrofida kelgan Rasululloh bilan amallik berib ya bir to'xtamasdan ya elchimiz bunda bir bo'lib qolamiz mo'y o'tirib sog'inmanmi deb dekkudikki bo'lgan nimasi chiroy ketgan. Chiroy ketganga sahoba ko'rib sen chataqishni qilib qo'ygandek tursa nima ish bo'ldi deb so'ga erishdi. Sonra bu Bani Amir'dan ikkilandan bunda bir xastalik holat kelib o'tirib ketganligini da'vatlar. Qanday tunagan? Bunu tanıydı anamın. Ya kiyimlerde ya gap sözde siz nereden siz Bani Amir'dan sen Bani Amir'dan mı? Nereden olursa. Mana. Faqatalahuma şu ikisine acaba buradan kulağım çıktı da öldürdü. Faqataltuhuma bu gerek ha? Faqataltuhuma keleni öldürdüm. Ve ravaytu thara bidimaihima. Ularning qonlari bilan yani tuproqni sug'adim dedi. As-sara degan tuproq, turab degan ma'no. Va la'alli akunu qad atfa'tu waqdata ghaydin tatasa'aru fi suduril muslimin. Balki menimda musulmonlarning ko'ngillarida lavildab yenayotgan o'chmanlik o'tini o'chagan bo'lgandiman-da. Yani 70 qarib o'tirayotgan musulmonlar achchig'ida turgan chaqda Bani Amirda ikkini o'tirib bo'lgan ekan, salbi musulmonlar achchig'i pasaygandek bo'lar debdi. Mimma asaba fina Banu Amirin yawma Bi'r Ma'una. Mana Bi'r Ma'una quduqi vaqaligi bo'lgan kunda Banu Amir aymaqa bizga ziyon urib qarilarimizni qirib etgan. Ashu vaqalik qarta musulmonning ko'nglidagi o'chmanlik o'tini salbi o'chagan bo'lgandimi? Shuni umid qilma debdi. Qala muhaddithuhu shuna u uchragan sahabani debdi. Ya bu'sa ma sana'at. Sen qilg'ashni degan yomon ish. Bakcha taqishib qopsa. Va ya kharqa ma ra'ayta. Sening bu o'ylagan o'yang yoki qilgan maslahating nimaga ahmoqona. Qarq degan asli to'shik degan. Axraq deymiz uni. Endi ahmoqlik deganni biladi. Tentaklik yoki. Laqad fa'alta sharran min haythu hasibta annaka aradta al-khayr. Sharran bo'lish kerak. Laqad fa'alta sharran min haythu hasibta annaka aradta al-khayr. Sen yaxshilik qilaman deb yomonlik qilsa, obdash qildim deb chataq chiqib qolsa, va rakibta markaban haraman min haythu aradta thar. Sen intiqom olaman deb cheklangan bir uloqqa minib qolsa, innaka bima fa'alta sen mushqilmishing bilan qad awta'tal muslimina al-ashwa. Musulmonlarni qorong'u yerga dastibsa, ashwa degan aniq ko'rinmaydigan undan noma'lum. Xuddamda nam qishqi dastibsa endi.
Böyle kışkıda siteşken gibi bağlı Uygurçada. Müslümanlarını bunda bir xatarlik nimaga dastur qilsa va arattahum alal hasaki was su'dan sa'dan hasak va su'dan degan bu tikan shunda narsani deymiz. Tikan va andikin nima bizda Yantoq. Yantoq bo'lsa shu tikanga o'xshashmasan adam dastur sa'asidan qilgan bir narsa bor-ku. Shoqa. Ha? Qamqa o'rtikan. Ha, o'rtikanmiz. O'rtkandan uzoq charpay asmoniy degan. Charpay asmoniy? Ha, o'rtkan degan. Tikanlik narsaning turlari bu. Hasak va sa'dan degan. Demak, musulmonlarni tikanlik yo'lga boshlab qo'ygandek bir ish qilsa, tikanning ustiga dastursa, yoki o't ustiga dasturgandek bir ish qilsa. Zalikal amriyan allazani qataltahuma. Sen o'ttirayotgan Bani Amr aymig'liq ash ikki adam va hasibta annaka adrakta thara fima ma huwa mana jumla i'tiradiyya. Ash keylanda o'ch oldim deb o'ylab qolgan ash ikki adam inhuma illa rajulan. Ular faqatlan ma'ahuma min rasulillahi ahdun va jivar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahdlashgan, ahd bergan panolandigan ikki adam turib. Yani amallik bergan. Sizlarga amallik beraman. Kelib kelsam chaqilmaymiz deb ya elchi bo'lishi mumkin yoki uning boshqa islomni o'rganaymi deb Rasulullohning islom tashriqini anglab ya qabul qilamiz deb anglab o'qish kelgan. Shu amallik bergan kishi edi bu. Walahuma hurmatun va zimam. Ularning hurmati bor, ya'ni chaqilg'ili bo'lmaydigan salohiyati bor. Va zimam deganmi ahd. Ahli zimma deymiz-ku. انطلق إليه درهل رسول الله صلى الله عليه وسلم زربان تجد عنده الخبر اليقين رسول الله قشر باسا مش مسألة إنب خبرنا خالصة وقند آدمته أمنا بلا رسالة وأدرك عمر رضي الله عنه شو شغلة شنو بيتري أنه قد ضل فيما أراد رزق مخشوع إشتا خطأ لشغلقان خطأ خطأ شنو بيته أدرك دقيقة شنو بيته وأنه ارتكب خطأ فيما فعل خلال شدة خطأ لشغلقنا شنده فخاف عاقبة أمره ولم شنو عاقبته صدق وسده انصراف وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا يترقب رسول الله صلى الله عليه وسلم huzuriga borib qo'rqqan holatda unda ko'z tutdi dedi. Ko'z tutirish. Musa alayhisolamning aqliga keldi. Mش خائفة يترقب دين دين زازم شهادة كأنه اقتباس. قال يا رسول الله لقد قتلت العامريين اللذين صادفاني في طريقي إلى المدينة. مدينة كلمة يولم دا ما أشرب قاعن شكى بني عامر لك شنا أبتربتني وحسبت أني أصبت فيما من عامر ثأرا. Bu ötürüsünde ben Bani Amir kabilesinden intikamını aldım. Müslümanların intikamını aldım da uylattım hemen. Şunda dedi. Ve ma en qassa ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadal habara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muşu haberini deyişi bilallah hatta ra'ahu qad terabbada vejhuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin çırağının umar ketkenligini gördü. Yani Resulullah'ın da demey ya. Deməz, əmdi ağzının çıxırışıqa Rasulullah sallallahu çırayının özgürə ketkenligini, uğab ketkenligini görür. Tarabbədə degen çırayı tutqulu deyəməsə, uğab ketkenligini. وَنْعَقَدَتْ سَحَابَةٌ مِنَ الْهَمِّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Qoşumuzda bir gam qaygı bulut şekillendirir. Beyne aynayni deganmish, qo'shimimiz degan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم g'amga cho'kkan holatda debdi. Laqad qatalta qatilayni. Sen ikki odamni o'ldirding. Qatilayn maqtulayn, ha? Ikki kishini o'ldirding demoqchi. La adiyannahuma. Men endi o'sha kelgandan keyin jon to'limini beribman. To'lam qilgan kishi bu bittasi. To'lam qilgan kishi edi. Laqad qatalta sen ikki kelini o'ldirding. Bu ikki kelinga to'lam qilgandan men unda to'lam bermasam bo'lmaydi.
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضنك من المال. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda qo'lda 3 kishining jon to'lovini to'ligidek hissat yo'q deydi. Shunda bir qiyin chaqlikdan. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Tayyib, qiyin qisqatda qiyinchilik degan bu. Va khasasatin min al-aysh. Turmushni nihoyatda yo'qsullik, namratchilikdir. Wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasas. Yani haja, muhtojlik, yo'qsullik bo'lsa deydi. Yani turmushni nihoyatda muhtojlikda, yo'qsullikda o'tayotgan bir chaqda. فماذا يفعلون؟ قندق سلا ودية القتيل عاجلة لا تحتمل النسيئة. Öldürülgen kişinin ki can to'laydigan kesip turishga bo'lmaydigan ciddi to'lish kerak bo'lgan narsa bo'lsa, ciddi to'lamasa urush qilingan. Vaddamul faizu fairu damonuş. Buradan bulduk çıkan akkan kan la yanfa'u fi taskinihi taswif. Yani bu kan qizib ketgan chaqda yoki unda qon bismi o'rlab ketgan chaqda, chunki ash qabildan ishkadan o'ldirilgan ekan, avval qanday qildi? Saklaydi. Nima? La yanfa'u fi taskinihi taswif. Mana ina bir aydan keyin ikkilarjini biramiz degan bilan uni tasaytir bo'lmaydi. Cho'qim gachchilik pulni to'layotmasa, setasiz. Har bir odamga 100 to'ga to'laydigan gap. 200 to'gadan gap bo'ladi. Qizib turayotgan, qon bismi o'rlayotgan unda bir qon bo'lsa, buni pasaytish uchun aql so'zlab so'ramlik qilish uni pasaytirmaydi. Tasvif degan mana ina deb aql so'z. Savfa deymiz ku? Savfa. Savfa mana inshaalloh ata o'gin indim biraman deb bunda aql so'rash kerak. Shunga Qur'onda bunda vafarat tan-nur. Favr degan bulduk qaynağındaki aham göster. Favran deymiz. ليذهب إلى بني النضير إنهم حلفاؤه ومعاهدوه. ليذهب bo'lish kerak. ليذهب. Qanday qilish kerak? Charizda Rasululloh. Da o'ylagan bu pullarni topamiz deb Bani Nadir bizdan ittifoqlashimiz. Biz to'xtamay ahd paymonlashgan. Sirtqi dushman bo'lib qasdan o'rtaq mudofiya ko'ramiz. To'lamishlar bo'lib qolsa, hammadan tang pul chiqaramiz. Deb masalan shu bilimlardan biz sizga xatolik qilib boshqa dushmanimizni o'tirib to'lam to'lash kerak bo'lgan musulmonlar endi shu yuzligini berishda yordamlashishdan to'xtam bor. Lekin bizning umradan o'qib biz to'lam to'layolmaz, olimlar chiqarishi lozim. Lekin men nazar baray. Bundan sonra 70 qariyalar to'lanmayman. Ya ularda urush altida ahdi paymonsiz o'tirib o'tgan. Mesela kabile başlığı ahli verdi. Kasanın ega bo'ldi. Xotirjam kilivasin. Kabile başlığının Tağıstan oğlu degani bir şunu bir çoğrak, şu kabile çoğrak birisi adamni kuch bertiblar uni o'ttiradi. Demak, endi o kabile başlığını çağırsiz. Unda o'tiradigan dushmanlar birib adab usulidan to'lam bersa, adamni o'tiradigan bo'lsa to'lamni hargiz bermaydi. U kuch bo'lsa birib shu kirvasi bo'ldi. Keyin uning adabini bergan. Lekin hozir bir adabini bermaydi. Navoiy dushmanim. Bu adam o'tirgan dushman ya bu to'lam bersa, kuchilan olmasa to'larni bermaydi. Lekin Rasululloh uni ahd bergan, amallik qilgan kishi ekan. Navoiy Rasululloh to'lam to'lish kerak. Ya'ni chunki ahdini buzsa bo'lmaydi. Qanday qilish kerakdan Rasululloh o'ylab banimlarni berib, ashulni mas chiqarsin, qilishib to'laydilar degan gapdi. İnnahum hulafa'uhu mana ittifoqdoshlari shunimi va muahiduhu ahd paymonlashgan kishilar va laqad aqada ma'hum yawma hadara ila al-madinati aqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan kunda ashul bilan to'xtamlashgan, ahd paymonlashgan. Alla yuharibahum va la yuharibuhu. Ular bilan urushmaslikka, ularmi Rasululloh bilan urushmaslikka va alla yu'diyahum va la yu'duhu. Ular azab emaslikka, Rasulullah'ı ular azab emaslikka ve innahum ba'da zalika hulafa'u bani Amr. Yani taxa azab emaslikka hammasdan da kardeşimiz degan ittifoqlash deyishdi. Yani bundan to'lish kerak bo'lgan bir jon to'lim bo'lib qolsa, uni yordamchi to'lishib turdi. Uni to'lish kerak bo'lgan Rasululloh yordamchi to'lishib turdi. Va shundan bir gavda ustida ahdlashgan.
Yana bir tarafdan aşular Bani Amir'ninki ittifoqdoshlari ekan. Bani Nadir o'ltirgan ishkadan bago shuni qabilasi bilan ittifoqdosh yaqinchilik bor ekan. Nani o'ttir ekanda ikki tarafga yaqin kishilar. فليس ما يمنع ويستعين بهم على دفع دية القتيلين. Dağınken aşk öldürülen kişininki can tölemini töleşte ulardan yardım sorasa normal ahval. O bir tusalgı yok. Ve da'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neferan min sahabati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin birine çenen çağırıp elbette onun için Hazreti Ebu Bekir, Ömer, şu başkalarının var. وذهبوا حيث يقيم بن النضير في أطراف المدينة. مدينة أطرافها بن النضير تروتقان جاي غبادة يعني قرغان غبادة بولا. بن النضير نو مكان غبادة. وقال حيي بن أخطب زعيم بن النضير. بن النضير ننكي كتوشة حيي بن أخطب بدده ذلك محمد كيلواتنا محمد مقبل في بعض صحبه. أمرالردن برقان şeyden bilen kilotudu. Veli emrim ma qadima. Çokum bu bir iş için geldi. Veli emrim ma wati'at qadamahu hadi diyar. Bir iş için şu diyarga qadam bastı. Linan hada jami'an liliqa'i. Zambaylan bunu kütüleşik çıkaylı. Turaylı onumuzun. Veli neta'arrafa ma vara'a kudumihi. Onun kilişinin sebebini bukaydaya. وقاموا إليه هاشين باشين هالشباب الشرقين يبنا شونlar Resulullah sallallahu aleyhi ve çıraylık sözlerle karşılan halatda Resulullah'ın aldığı çıkış dedi. وحيوه معظمين onlar hürmetini kılıp ululuğun halatda karşıladı. Vay kâsler Ebu'l Kasım وإن قلوبهم لا تنحني على المكر والكيد. Lekin amaliyotda ularning dillari suiqasd va hiyla mikr va vafosizlikqa egilib ketayotgan holatdir. Shuning dili suiqasd qilishga ketyapti, lekin chiroyincha voy kaslar xushgaplar deb qiladi. وإن أنفاسهم لا تتصاعد بالغيظ والحنق. yoki hanqi. Ularning nafaslari achchiq va o'chmanlik bilan o'rlatadi. Ya'ni tiniqmi shu achchiq bilan chiqyotdi bu. Hanaq degan nima? O'chmanlik va achchiq dedi. Qala Huyay ibn Akhtab debdi: "Khayrun ma jaa bika ya Muhammad." Abi xayrli kishing kelganlar o'zlari nim bilan keldik ey Muhammad. Laqita ahlan degan yani ahla va sahlan demakchi. Yani biz seni qarshilamiz demakchi. Yani laqita ahlan degan sen xuddi o'zingning bolchaqlari oilanga kelgandek, yatadanning orasiga emas, o'z oilang urug' tuqqanlarining orasiga kelgandeklam endi olqishlansa demakchi. Va makanan sahla. Nayda aramalardan obdan joyga keldimiz. So ahlan va sahlan bizning duo laqita ahlan ونزلت سهلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد قتل واحد من المسلمين مسلم الله بره اثنين من بني عامر لك مشرك بدن شكل ötürüp kaldı. حسب أنه أصاب فيهما عدوا وكوندا من düşman ötürüp de bitirip kaptı. Yani oylap kaptı. وأدرك ثأرا intikamımızı aldık da oylap kaptı. ولكنهما كانا معنا في حلف. لكن اش كيلان زولان اتفاقداش يعني عهد paymanlaşqa adamda. Belki anda Müslüman bullu deb nuqgan Madinaga İslam günüşün kille deb nuqgan işte bir amallık verilgan kishilardir. Walahuma dimam ularga ahd verilgan kishilar, amallık ahdisi verilgan kishilardir. Wa qad ji'nakum nasta'inu bimalikum ala diyat hadayn alqatilayn. Biz mush ishga öldürülgen kişinin can tölemini töleşte sizlerden mal mümkünlerden yardım kılışanlarını sorup geldik. Bima beynina min hilfin ve ahdin. Bizning o'ttirimizda bo'lgan ittifoqdoshlik va ahd paymonga asoslanib turibdi. Qala Huyay ibn Akhtab laka ma turid ya Muhammad. Ey Muhammad, Xoliqning sana bo'lsin, sana berayli. Deganingdek bo'lsin. Va hawnan ma aratta. Sizning xalqning yengil bir ish yo'q. Cho'ng masala emas.
To'lasa kaçsa to'latalaymiz uni. Asana ish demak. Ya'ni hayyin demakcha. Cho'ng bilgidek bir ish emas bu. Istarih ila hadal makan. Mush joyda biroz aramalab turgan. Va anzirna qalila. Bizga azroq muhlat bergin biz pulni tayyorlab berdik. Hatta najma'al mal mana. Pulni tayyorlab bo'lguncha bu yerda sal ta'xir qilibsizlar. Va na'ti bima turid. Tuttuslar biz pulni yig'ib akabirlar. Va jalasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ila jidar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tamu yo'lni o'tadi. Va jalasa ma'hu sahbuhu. Sahabe kiramlardan hamrohlab chiqqanlarmi Rasululloh bilan birga o'tadi. Intizoran lima va'adu. Ular va'da qilgan narsani kutib o'tadi. Amma hum lekin ularcho pul tayyorlash qo'ydimi nimada? Fasar'ana ma allafa ash-sharru bayna jumu'ihim dakhil ad-duri. Duriga o'ylarimlar. Bak Qur'onning ichida, Qur'onning ichida o'yinlar var. Shu o'ylarda o'yinlar bo'lgan shu Yahudi oilalari darhol bular Yamaniyatlar to'plashdi. وسرعان ما أقبل بعضهم على بعض يتدامرون ويتآمرون. Naçizlikte ularning ba'zilarning qashqirib bir-birini kushkurtdi. Yatadamar degan tapamalarni qiyg'ach kushkurtsin deydi. Tadammar degan ma'noda g'udirgan. Ma yatadamar degan g'udirash bilan birga tapamalarni qilish bilan birga bir-birini kushkurtish. Yani xuddi bunday emas. Bizim shunda qo'limizga tayyor kelib qolgan chaqdimi Bekar qo'ysak bo'lamda, qanday gap bor, qo'l sanmaydimi deyishib kushkurtyaptilar. Va ta'amarun bir-birini qanaqalar buyurishdi. O'tirtaylar buni, qo'pollar o'tirtinglar bilsanglar deb bir-biridan suiqasd qilarlardi. Kayfa la yaftikuna bi Muhammadin wa huwa bayna adhurihim. Mana bularning qo'l ilkiga shunda changiligi chigan vaqtida Muhammadni nimishni joylayolmaymiz. Tayyor kelib qoldi bu fursat takror kelmaydi deyishdi. Hadirun fi rihabihim. Rihab yana o'zlarining o'ylar aramlari, kang maydonlari degan. Ashuning o'ylar aramlarga o'zi tayyor, o'z butunlay kelgan chaqda qo'l siltab bitirib qo'yganmindo deyishdi. Ha huwa da ana shu mana. Qad makkana lahum min nafsi. O'zi mana ularning qo'lini tutib beradi. Va hayya lahumul fatka bihi. O'zini joylatishga tayyor fursat yaratib berdi dedi. Laysa ma'hu man yansuru. Uni qo'llaydigan, uni hamdam bo'ladigan tuzuk odam yo'q bizda. Sahabdan balki 7-8 yil bo'lgan bo'ldi. Va la yujadu hawlahu man ya'simuhu. Atrofida qo'llab qoladigan hech kim yo'q. Illa nafaran da'afan. Aziz bir nechadan bor. Abu Bakr va boshqa sahabdan çünkü ular urush chiqmagan. To'lamning bir qismini elishib chiqqan. Uzlan min as-silah yoki uzzalan bo'lishi mumkin. Nafaran uzlan. Uzzal deymiz-ku. Yani qurol yaroqsiz demakchi. Shunda bir nechadan aziz bir nechadan bor yashinib qolgan. Qalu la in qataltumuhu lanastarihanna. Navada Rasulullah Muhammad deydilar. Uni mushkatımızda öldürürsenler resmen aram kalmaz. Ve testarihul arabu min hemmin nasibin. Araplarmı naite hadüretken bir gamdın xalas oludu. Nasib degan hadüretilgan, çarçıtilgan. Nasib degan Nasib zubar. Nasib hakikat qadira. Nasib degan mesela amilatun nasiba. Nasib degan charchab ketgan. Nasib degan arg'illik, charchash. Inni masina durru bi nusbi wa azab. Ondan amilatun nasiba tasla naran hami. Amila nasiba degan jiqish qilgan. Amila jiqish qilgan odam qanday qattiq charchab ketgan. Bu shunda taat ibodat qilib, ibodat qilib qattiq charchab ketgan. Mesela rahat qilganda, mesela go'sht yemaydi, xotin olmaydi. Doğumlu kaşı taatibadı tek ne olur? Emniyetten mi sebeka? Ahirette kadar tasla naran hamiye. O cid ibadet kıtken, cid kıtken bek çerçeve bitto cennetçilikle kaşı. Ona mı sebeka? Nasıl? Kat kadru tutgan, çerçeve tutgan bir gamdın xalas buludu. Ve bela'in vaka. Beşikegen baladın kutuludu.
Wala in aflata minkumul yawma agar Muhammad sizning qulog'ingdan bugun qutulib qolsa falan tadharu alayhi abada ikkinchi siz uni boplay olsanglar yo unda o'tirib olsangiz mumkin emas. Uni hargiz yanmaysizlar. Tadharu alayhi abada. Man minkum yantadibu liqatihi qaysi biringlar uni o'tirashga mayli kirib chiqdi demoqchi. O'tirashni o'z ustiga oladi degan, ha? Va yatatawwa'u lit-tankil bihi. Uning adabini berishga, jazisini berishga pidoi bo'ladi demoqchi. Qala Amr ibn Jammash mush badbaxt debdi. Ana bidalika za'im. Man ashuni kapolat qilaman. O'z ustimga olaman. Da'uni aqtulhu. Uni qo'yib turinglar, o'tirtayman. Xuddan o'tiradigan odamdagidek-ku. Wa ashfi ghaydakum minhum. Uningdan o'changni andinglarni biray. Wa antalaqa yu'iddu sakhratan yardahu biha. Ondan bu yugurib chiqdi, bir quram toshni tayyorlabdi. Qanday qilgan shunlar? Rasulullohni yenjib etmoqchi shu. Ustidan toshni tashlasa, Rasululloh izlib bo'lib ketadi. Nima? Radaha deganimda yenjido izidu degan ma'noda. Va tasallaqal jidar tamga yamashdi. Rasululloh tam uyilib o'tirgan to'g'on shu tamning asta og'ida yamishib ustiga chiqdi. Va addal hajar toshni udan tayyorlab Rasulullohning beshig'idan tashlamoqchi. Walakinahu nazara. Lekin shunda qarasa fa idari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insaraf. Shunda qarasam tashlaydi buni Rasululloh shunda qarab o'tib bilan tashlamoqchi. Shunda qarasa o'ttiga yerga Rasululloh ketib qolgan. Yo'q. Va khadallallohu al-kayda wal makra. Alloh taolo hil-mikr va suqasni noumid qo'yib qo'ydi. Noumid qo'ydi va khadallarga. Va aada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ila ashabihi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarining qishga ketib qoldi nima? Fa'alana fihim shunlar ularning orasida shuni jakaldi. Endi Banu Nadir qad g'adaru va nakathu. Banu Nadir qaymiqi yahudilari ahd paymanni buzdi. Va nakathu va ahdin buzdigan. Va nakathu aymanahum va innahum qad aradu lahu qatlan va bihi sharra. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tmoqchi bo'ldi, yomon niyatli bo'ldi. Valawla anna Alloh subhanahu va taala qad awha ilayhi bisu'i niyyatihim va khubthi dakhilatihim. Navada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah'a aş Yahudilarning niyatining yomonligini va ishining yomonligini aytdi. Khubthi dakhilatihim. Dakhila degan ichki dunyosining ishiningki nacharligini xabar bermagan bo'lsa edi, lana lahu minhum sharrun vakidun. Ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yomonlik etishi muqarrar dedi. Vakid degan muakkad demakchi, ta'kidlangan demak. Aniqda yani ulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yomonlik etishi cho'qimda. Vakid degan muakkad demakchi. Wal muslimuna ba'da zalika fi hillin min ahdin. Endi ashula shunda qilgandan keyin, ahdi xiyonat qilgandan keyin musulmonlar ularga bergan ahdi paymonga qarata bo'shinib qolgan holatda. Hech qanday mas'uliyat yo'q. Hillin degan bo'shinib qolgan holat. Yani uning bağlanishi yo'q hozir. Uni ra'y qilish kerak emas endi. Wala junah alayhim fi harbihim. Ularla urusi bo'lardi. Gunoh bo'lmaydi. İr lam ya'ud amanun li jawarihim. Chunki degan şey chunki ular masalan qo'shnilarchilik ahdi paymonninki hech qanday amonlik tutqanmidi. Jivar degan burun ashunda bir-birini panohlantirgan to'xtam. Bir-birini panohlantirgan to'xtam bo'yicha ular amonlik verish yo'l qilmadi. Wala ahda limithaqihim. Ularning bergan to'xtam mujallariga hech qanday ra'y qilgan ahdi tutqanmidi. Yani ularning mujtidinki to'xtamlarining ahdi paymon suqtim qolmadi demakchi. Vantadaba sallallohu alayhi vasallam Muhammadan ibn Maslama danlar. Muhammadan ibn Maslama radhiyallohu ta'ala anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muhammad ibn Maslama degan shu sahabasini avatdi intadaba degan. Liyunzirahum al-khuruja min diyarihim. Banu Nadir Yahudilarga diyarlarini tashlab chiqish uchun ogohlantirish berishga avatdi.
vel cela'a an awtani vatanlardan chiqitishga ogohlantirish berish uchun evatdi. Jala degan chiqitish. Va illa agar chiqitmay qolsa ujilu bil harb darhal urush qilinganligi, jazo urush qilinganligi uchun ogohlantirishga evatdi. Va vaqa alayhim nikal ularga shunda jazolash ishi ilib berilganligini ogohlantirishga evatdi. Yani 10 kunlik muhlatga darhal chiqdi, 10 kun ichida tashlab chiqilgan. Va dhahaba ilayhi Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu. Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu shu ularning qashqibati. Bu Muhammad ibn Maslama radhiyallohu anhu Avs qabilasidan bo'lib, burun jahiliyatda shu Bani Nadir bilan ittifoqdashlardir. Şu Muhammad ibn Maslama'nın evatisida bir maqsad bor. Birinchidan, bu sahaba kiramni dushkaga bir sinaq bu. Burunqi ittifoqdoshlar tarafiga bo'lsa-da yoki Rasulullohning tarafidan bu bir sinaq. Ikkinchisi, musulmonlarningki İslamiyetga tava bo'lib ketganligini ta'kidlab qo'yish. Bu burunqi jahiliyatga namsi bekor bo'ldi. Hozir yangi bir dunyo o'zgardi. Hozir hammalarningki tavalligi islom uchun bo'lib ketdi. Burun hamma narsa tugadi deb ta'kidlab qo'yishdan iborat. Va nada fihim ularning qishig'i berib bunda to'ldi. Ya Bani Nadir, Bani Nadir aymiqa jamoasi qad alimna makrakum va gadrakum. Sizlarning hili makr qilganinglar, suiqasd qilganlar, ahd paymonni buzganinglarni bizga ayon bo'ldi, bildik. Vattala Allah Rasulahu ala muamaratikum. Sizlarning suiqasdlaringlarni Alloh taolo rasuliga bildirdi, ma'lum qildi. Va qad ahdarna mawafiqakum va aymanakum. Sizlar bilan ishgan ahd paymon, qasam, ayman degan o'shada ahd paymon qilganda qasam tushadi. Ishgan qasamlar va ahd paymonlarni hammani bekor qildi. Ahdarna degan bekor qildi, inoqsiz qildi. Fala baqa lakum ba'da al-yawm fi diyarina. Ulan bugun boshlab sizlarning bizning diyorimizda turadigan holini qolmadi. Wala na'manukum ala rijalina. Bizning odamlarimizga sizlar bo'lsanglar biz xotirjam bo'la olmaymiz. Ziyanga chiqib qolasizlar. Farhalu an hadhihi ad-diyari salimina bi anfusikum. Shu o'zingizning jannat qutqizib, bir qo'shiq tininglarni qutqizib, bu diyordan sog'-salomat ketib olinglar. Mawfurina fi hayatikum. Hayatinglar to'liq joy-joyda degandek, ya'ni sog'-salomat, hech qanday ziyonga uchramagan holatda izzatinglardan asli ketib olinglar degandek. Uswatan fi ikhwanikum Bani Qaynuqa. Bani Qaynuqa'ning unda qo'llarkan bo'lsa, Bani Qaynuqa'dagi Yahudi qarindoshlaringlarga shuni ulgi qilgan holatda shuni izni bosib chiqtinglar demoqchi. Va adraka Banu Nadir haraja mawqifihim. Banu Nadir yahudilari o'zining turgan mavqasining nihoyatda qiyin ahvolda ekanligini tushunib yetdi. Nihoyatda qiyin ahvolda qoldi bular. Va aqibata fu'latihim, ularning qilmishining natijasining xatarli bo'lganligini tushunib yetdi. Va kanu yusikhuna lil qawl, ular gap anglaydi deydi. Yusikhu degan gap anglaydi deydi. Yastami'u degan ma'noda gapga quloq solib anglaydi. Va yastami'una lin-nadir, ogohlantiruvchining so'ziga quloq soldi, gapini tinchlaydi deydi. Yani sahoba kiramning ogohlantirishiga quloq soldi. Va yatahayyuna lil-khuruj, chiqishga tamshilayotdi. Laula an qayyadallohu lahum Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Allah Taala ularga Abdullah ibn Ubay ibn Salulga shu munofiqni to'g'rilamagan bo'lsa, to'g'rilab qo'ymagan bo'lsa, ular ogohlantiruvchi ashabiningki so'zdan Allah chiqtayli deb tamshalgan dedi. Va kanu deganda va kadu desak bo'ladi. Allazi qala lahum, bu Madinadagi munofiqning beshi. Bu ichki dushman, bu sirtqi dushman deydi. Sizlar mazmun turinglar, chiqting islomni tashlab chiqga salom bo'lmaydi, ching turing, ichki jihatdan birlashib urushsanglar, am bu shakl bilan buni islom yo'qtirdilar deb shukurtirdi. Qala lahum la takhruju min diyarikum, diyaringni vataningni tashlab ketmanglar. Va iyyakum wal jala'u an awtanikum.
Herkesmi vatanından taşlab sarsamlar chiqib qolmanglar. Va innana sanakunu fi hizbikum. Biz sizlarning tarafingizda turamiz. Sizlarning partiyalarida bo'lamiz. Sizlarning tarafingizlarni tutamiz. Va min ansarikum. Sizlarning yordamchilar, hamdamchilar bo'lamiz. La nukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Navada siz chiqarib o'tilsanglar, qo'llab chiqarilsanglar, bizni siz bilan birga chiqamiz. Ana hamma nimada biz tang bo'lamiz deymiz. Va la nuti'u fikum ahada. Sizlarga azobishda, sizlarni qiritish masalasida yoki sizlarga yordam qilmanglar degan bir ishda hech kimning gapini olmaymiz. Yani biz sizning tarafingizda turamiz. Biz buning tarafini tutmanglar, hamkorlashmanglar. Yardım qilmang deb qolsin, hech kimning gapini olmaymiz. Rasulullohning gapini olmaymiz, boshqa ansarlarning gapini olmaymiz. Xotirjam bo'linglar deb. Va in qutiltum navada sizlar urush qilinib qolsanglar, lanansurannakum. Sizlarga cho'qim biz yordam beramiz. Vallohu yashhadu innahum lakadibun. Halbuki Alloh taolo ularning kazzab, yolg'onchi ekanligiga guvohlik berdi. Ular hargizmi ular yordam bermaydi. Ular yordamsiz tashlab qo'ydi. Kama yeri kelgancha. Va alima Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kufrahum va inadahum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning Banu Nadirninki kufrni va kajliqini bildi. Yani bular Abdullah ibn Ubay asli chiqitmoqchi bo'lgan. Bular qarasam-da o'zi shuni chataq qildi. Ahd paymonni buzdi. Xiyonat qildi. Aslida kiritilsa-mu bo'ldi. Endi hozir agarlarni chiroyliqcha chiqishmayadi degankin shu chiqsak bu eng yaxshi ish biz uchun deb chiqdaydi deb turishiga Madinaga munofiqlarning keltirishi uni kuydi. Yo'q, mushkilni tushuntiringlar, sizga yordam beramiz. Yani nonkin bu qanday qildi? Agar ular shahar yurtimlar mushkilga emas deb kayza qilib turdi. Fatahayya li harbihim. Shuna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni urushga tayyor bo'ldi. Rasululloh da Yahudi olsun, müşrik olsun ve başkalar olsun, aşında İslam'a ve Allah ve Resulullah'a zenkeşlik kılanın edebine aşına birikti. Da edebine aşınırsa derhal cengi teyarlılığını kiyer, yalnızın çepişi teyar oldu. Teyar oldu edebleşke. Ve nahada liqitalihim, ularla uruşturan ders onu kozgaldı ve hasarahum layaliye. Ularını netçi keçile, neç gün muhasirge aldı. فَلَمْ يَفْتَحُوا لَهُ بَابًا. Ulan Kur'an'ın dervasını açmıyor. Yani ulan Kur'anlarına, kuvuklarına çıntaqab bekinip yetib oldu. Elbette bunisi uzuqtuluk, mal sarıdıran bunisi var. Biraz kay kızanmay turalaydı. وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْهِ يَدًا. Resulullah'a kolunu uzatmadı ulan. وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْهِ يَدًا. Söhbetleşiyle yani kullar hep çıkında ince çıkmadı. وَلَكِنَّهُمْ مَا رَأَوْا الْمُسْلِمِينَ يَقْطَعُونَ النَّخِيلَ. Lekin ular Müslümanların koruma daraklarını keskinni küre kömeylan. Bu Kur'an bulamadan bunun etizlikleri, bağları hepsi sırtta. Bu gündüz ettiğini çıkıplan. Etizlikleri, bağları işler. Kim aç Kur'an'ı sıkır, kovgun takap aramadağını. Daha iken bağlardaki formüllerinde keskin tuğan iken, bazını küldürü etken ondan. Kur'an-ı Bağlı Suratul Hasr'da مَا قَطَعْتُمْ مِلِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُولَهَا فَبِيدٍ اللّٰهِ. Yani ki Allah Teala aşkına anda onun kesik aslında İslam'dan döndürüldüğünü kesip, bunda veren kılıç, bunda ruhsat kılmayla iş. Peki Yahudilerine cezalaşıyor, edipini oluştu, Allah Teala ruhsat diyor. Yani bu ruhsatın ilgisi Allah Teala. Mesela ma haram, ma kısam olmayı diyen hamısını çekmesin menbaasını Allah Teala. Allah Teala hukum ilgisi. Hukukunu belge diyen mubahlıktan gel. Allah'ın izniyle kişi tarafından buyruğa geldikken tarafını kesip tuğandıkken o Kur'an'ın karakterden hasik karakterden kesip tuğandıkken bulgulanmayı. Yani kovumsuz bu ki yaşayanlar yaşamaydı. Ve tehayyauna lil gara ve kovumlu kesip hücum kılışka tayyorlik qilayotganligini ko'rgandikan musulmonlarning hatta khara uduhum ularning beli bo'shab ketdi. Ud degan tayiq degan bo'ldi. Khara degan bo'shab ketdi. Ve ulardan tik turgan tayiqlar qanday oldi? G'ulab tushib ketdi.
beli bo'shab ketdi. Wan khadalat quwahum, ularning kuchi ular yordam bermaydigan, ularni bichoralikda tashlab qo'ydi. والتجأوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يجليهم. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yana iltijo qilib, murojaat qilib, bizni o'sha sog' salomat chiqib qo'ygan bo'lsalar deb so'radi. Va yakuffa an dimaihim, bir qo'sh qonlardan kechishga jur'ni tashlab chiqishni ruxsat qilsa ekan deb bir shart bilan ala alla ya'khudhu min amwalihim illa ma hamalat jimaluhum. Ular o'yinga shu mol-mulk saramjon va kazodan faqat o'zining tugilari ko'taradigan narsalarni chiqdilar. Undan boshqa narsani u arvunda, yasida so'rab unda ko'tarib chiqadi. Tugi basadi, tugi basqandan boshqa narsa topib, ortiq narsa ko'tarmaydi. Va ajabahum Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ila talabihim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning talabiga ma'qul qilib qabul qildi talabini. Vahtamalu isma qadrihim va makrihim. Ular o'zlarininki ahd baymanni buzg'anligi va suiqasd qilganligining dadini tortdi. Fatarakud diyar, ular diyarni tashlab warahalu anil awtan, vatanlardan ayrilishdi. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. Navada Allah Taala ularga shujutlarni tashlab chiqishni kutmagan bo'lsa edi, nima bo'lmasa la'azzabahum fi dunya. Dunyodan buni azoblagan bo'lsa, ya'ni musulmonlarning qo'lida hammasi qirilib ketdi. Agar diyardan salomat chiqish kutilgan bo'lsa, musulmonning qo'lida o'ldiriladi hamsi. Walahum fil akhirati azabun nar. Ahiretde yana ularga do'zax azobi bordir. Zalika bi annahum shaqqulloha va rasulahu. Zalika degan dunyodagi ana diyarni tashlab sarson bo'lash va oxiratda yani do'zax azobi dushar bo'lash mushu ish nima sababdan? Bi annahum shaqqulloha va rasulahu. Ular Allah va rasuliga qarshi saf tutganligidan. Shaq deganda yer degan. Shaq degan bir qirg'oq. Lekin xuddi bir o'stan daryo bo'lsa, bir qirg'oqda Allah va rasuli mu'minlar bor, yana bir qirg'oqda xuddi ikki lashkar saftat ro'baro turgan chog'da bunda bo'ldi. Bir tarafda Allah va rasuli va mu'minlar, yana bir tarafda yahudiylar. Allah'ın düşmanları olan ki bu da hazır Allah ve Resulü'nün sepinin karşısında saptı Allah. Şah diyen Allah ve Resulü'nün müminlerin sepini tutmayıp karşı saptı tuğan. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ diyen Resulullah'ın sepini tutmayıp karşı saptı Allah diyen. Lakin bu Yahudiler Allah ve Resulü'nün sepini tutmayıp karşı sep tutkanlıkıdın buldu bunun bir şey gelgen şu azap okubetler. وَمَنْ يُشَاقِ اللّٰهَ kimi ki Allah'a karşı sep tuturken فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ hakikaten Allah Teala cezası katı boğan azaplışı cezalışı katı boğan zabıdır. Vallahu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdike, la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.